hozirgi lavhasida O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasining Qashqadaryo viloyat kengashi tomonidan o'tkazilgan tadbir to'g'risida so'z boradi. Mazkur tadbirda keng jamoatchilik vakillari, partiya faollari, yoshlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Unda O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasining saylovoldi dasturidan o'rin olgan ustuvor vazifalar xususida so'z bordi. Teng imkoniyatlar va adolatli jamiyat sari degan g'oyani o'zida mujassam etgan yangi saylovoldi dasturida ko'zda tutilgan ijtimoiy adolat hamda qonun ustuvorligini ta'minlash, yoshlar ongida vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish, huquqiy madaniyatni oshirish va adolatli jamiyat barpo etish g'oyasi asosiy masalalardan ekani ta'kidlandi. Bizning Adolat sotsial-demokratik partiyasi qo'shida tashkil etilgan adolat qabulxonasi mavjud bo'lib, biz saylovoldi dasturida shu narsani ilgari suryapmizki, deputatning teng yarim soati saylovchilar bilan o'tsin, murojaatlar joyida hal qilinsin. Partiya dasturida shuningdek xalq xo'jaligining barcha jabhalari qamrab olingani, xususan tibbiyot, ta'lim, sud huquq tizimi, aholi salomatligi, yo'lsozlik kabi qator soha hamda yo'nalishlarda bir qator takliflar ilgari surilganligi aytildi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, ijtimoiy siyosiy o'zgarishlarda partiyaning o'rni va roli alohida ekani qayd etildi. Umuman olganda mazkur siyosiy jarayonni ochiq va oshkora, adolatli o'tkazish muhim talablardan ekani keng muhokama markazida bo'ldi. Hamma narsa inson foydasiga, teng imkoniyatlardan kelib chiqib, ijtimoiy adolatlik tarozida faoliyat amalga oshirilyaptimi? Ana shu faoliyatga alohida to'xtalayotganligimiz ertaga saylovchilarni faoliyatni amalga oshirishda ularning davlatga bo'lgan, xalqqa bo'lgan, qonunlarga bo'lgan ishonchini, hurmat